Oğlum, bugun yakshanba, dam olish kuni-yu, bu yerda nima qilyapmiz, o'g'lim? Abatim shu yerda topganman-da, dada. Xadicha qiz uyiga boraylik. Voy, kim ekan u? Kuni nima xizmat? Men qizingizni yaxshi ko'raman. Qizingizni qo'lini so'rab keldim. Qizimiz hali kichkina-da, bog'chaga boradi-da. To'g'ri, hali kichkina, faqat bir-birimizni yaxshi ko'ramiz-da. Nima qilamiz? Bir-birimizsiz yashay olmaymiz. 5 oling, qizingizni qani puli qancha? Hamiruvchidan patron man uni qo'ying, men yana kelaman. Xo'p. O'g'lim, nima bo'ldi?